Aizobod Mashitni territoriyasini lyubitellari uchun bitta zo'r uyimiz sotuvga chiqdi. 7 etajlik yangi g'ishlik dom. 3 xonalik dokument 78 kvadrat, 3-xonasini hol qilib qo'yganlar. Proyekt bir boshdan boshlaymiz. Tak, kirish qismi, birinchi xona, razerni sanuzel, 3-xona hisobdagi hol. Dальше o'ng qo'limizda kuxnya bo'ladi. Полностью remont bo'lgan, narsalari hammasi bor. Izal. E'tibor berasizlar. Tak, uyni bo'yi baland, обычный uylardan balandroq. Plus 36 kvadrat podval ham bor. Podvalni qidirgan odamlar uchun yaxshi variant. Remontlari yaxshi. Razerni sanuzel bu tualet qismi. Bo'yaram qilib qo'yganlar. И vanna. Vannasi ham полностью remont bo'lgan, kafellari patologgacha qilingan. Tak, informatsiya qaytadan 7 etajli yangi g'ishlik dom, birinchi etaj, 3 xonali 78 kvadrat plus podval. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga telefon qilishlaringiz mumkin.